bugun sport, protein bashara azamat, shapaloqxo'r jasjan. Shularni gapirib chiqqanimdan keyin tinmay akalari, ukalari, o'rtoqlari yozyapti. Kimdir qo'rqitib yozmoqchi bo'lyapti. Kimdir pulpirlagat qilyapti videoni olib tashlang deb. Men boshida aytdim, men pul uchun qilmayapman. Mana shu 2 kun shu azamat bilan jasjanni gapirmaganimga bir uyalib olib tashlabdi degan Telegramdan desam, ertalab kirsam Putinni tindirmay reklama qilayotgan ekan hali ham bu protein bashara. Bir ikki ukalari, o'rtoqlari yozibdi. Qumor mayli-yu protein uchun javob berasizmi deb fuflamitsin. Sen menga aqllilik qilguncha salla hamma, yana shu jasjanning orqasidan chiqayotgan ham, Farruh orqasidan chiqayotgan ham, salla menga gapirguncha shu akalaringga borib gapirilaring. Salla qachon tushunasanlar bu narsani? Qachonki yo'q uyingdan kimdir, yo'q qarindosh urug'ingdan kimdir kattaroq qumorni yutqizib qo'yib o'zini o'zi osib qo'ysa, astag'firulloh. Yo'q yana nimadirlar qilib qo'ysa, shunda tushunasanlar. Salla ungacha tushunmas ekansanlar. Kirsam anu yana tinmay ertalabdan reklama qilayotgan ekan. Yo'q qumor, o'shanga ko'rib sal jahlim chiqib ketdi. Protein bashara, shapaloqxo'r, ani bugun sport. Foydasi yo'q menga. Bu kim chiqib, meni qo'rqitib, menga pulpirlagat qilib ko'rgani foydasi yo'q. Men tindirmay gapiraveraman. Qachonki gapirishimni to'xtataman, Telegramdan olib tashlab, biz qumor olib tashladik, bo'ldi bu siqit narsani reklama qilmaymiz desa. Meni ko'rib turgan okalar shu direktgami, kommentariyagami belgilab ketinglar. Mana shunaqa qumor reklama qilayotganini. Men bittasini bir 4 kundan beri kuzatib yuribman buni. Yaxshi sportchi deb yurardim. Timlik svet futbolkasini kiyib chiqayotgan ekan. 1-2 kun kutamiz. O'ziga ham yozib olganmi, bo'lmasa kutadi lekin. Lekin baribir bugun sport, protein bashara azamat, jasjan. O'sha gap mustaqillik maydoniga olib chiqib